portativ kofe mashinamizni obzor qilamiz. Ochamiz. Ichidan mana bunaqa bokslar chiqadi. Sayohat uchun, yoningizda, mashinangizda olib yurish uchun juda qulay. İçini ochib, bir ko'ramiz. Ichida nimalari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir chetdan boshlaymiz. Bu maydalangan kofeni solib ishlatish uchun. Qoshiqchasi ham temper vazifasini bajaradi. Bu uchta joyiga kapsulli kofelarni taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Va o'zini bunaqa qopchasining ichida mashinasi chiqadi. Bu yoqda o'zini kitobchasi chiqadi, ruschada yozilgan, zaryadka simi bor. Apparatimizni ochamiz. Chiroyli qopchasi bor. Ko'ryapsizlar, qanaqa zo'r. Qopchasidan apparatimizni chiqaramiz. Dos. Bu stakanni bu nasatkaga kapsulani joylaymiz. Joylab oldik. Endi apparatimizni yoqamiz. 3 sekund ushlab turamiz, yonadi. Yondi. Yongandan keyin suvni quyamiz. Suv quyib ishlatadigan bo'lsak, 2 marta knopkani tez-tez bosamiz. Qaynash rejimiga o'tadi. Qaynab chiqqandan keyin ko'k chiroq yonadi. Ko'k chiroq yongandan keyin apparat o'zi o'chadi va tugmani bir marta bosamiz, jarayon boshlanadi. Agar biz qaynagan suv bilan ishlatadigan bo'lsak, qaynagan suvni solamiz, bir marta tugmani bosamiz, jarayon boshlanadi. Ikkita rejimni tushuntirib o'tdi. Suv solib, qaynatish rejimida ishlatadigan bo'lsak, batareykasi 4 ta chashka damlashga yetadi. Agar qaynagan suv bilan ishlatadigan bo'lsak, 400 ta chashkaga yetadi. Lekin bitta joyi 4 ta chashkadan keyin batareya o'tirib qolmaydi. Qaynagan suv bilan dalji davom etsanglar bo'ladi. Mabodo bu joyda Type-C va mashina power bankni orqali ham zaryadka qilsanglar bo'ladi. Bu apparatni bemalol mashinada, sayohatda, tog'larga chiqqanda ishlatsanglar bo'ladi. Sayohatni sevadigan, kofe sevar do'stlarga bemalol yuborib qo'yinglar.